Nimaga? Ko'p eski boylar uylari klassika stilda. Klassika o'lmaydi-da. Men o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim, klassika o'sha qasrlar, saroylar, podshohliklar bo'lgan-ku. Shu davrdan yashab kelgani uchun Amir Temur ham aytganmi? Bizning kuchimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, qurgan binolarimizga qaranglar. Ro'zqish qilib o'sha paytda men ko'p narsaga qodirman degan narsani ko'rsatib bera olgan-da. Hozirgi boylar ham o'sha psixologiyani bermoqchi bo'ladi, to'g'rimi? Hozirgi boylar уже undan chiqib ketyapti. Sababi uning befoydaligini tushunyapti. Ko'pchilik уже ro'zqish vajra ujur, menga bosim kerak emas. Lekin bir xilda tiyagalar nimadir ishlatadi. U new klassikaga o'tib ketib qoldi-da hozir. Ana vajra ujur, gullar nimadir naqshlardan уже qochishyapti-da. Qilayotganlar bor, juda redki. Nega o'zi qochyapti odamlar? Qochayotgani menimcha o'sha charchadi shekilli. O'sha dizayn odam charchatadimi o'zi? Hamma stil me'yorida qilsa o'zi, oshirib olmasa, ro'zqish qilib olmasa, bir xilda ajlatib tashlaydi. Unaqa qilib. Tillalar qo'shibmi? Tillalar qo'yib va kirsangiz u xonada qusib olgingiz keladi. Hamma stillarni o'zini me'yorida ishlatilgan bo'lsa, uni san'at darajasiga olib chiqsa bo'ladi. Dizayn, qurilish, planirovka bo'yicha foydali ma'lumotlarni berib boraman. Obunani bosib qo'ying.